Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, o'rganuvchilar. Bugun siz bilan keling o'sha bizga jo'natilayotgan savollarni ham ko'rishni boshlaganmiz. Sizda ham demak qanaqadir qiziqtirgan savollar bo'lsa, bemalol jo'natishingiz mumkin. Qo'limizdan kelgancha imkon qadar shogirdlar bilan maslahatlashgan holda, ustozlar bilan maslahatlashgan holda ko'rib chiqamiz. Demak, bizga o'sha Eldos Erkinbekov nomli kuzatuvchimiz, o'sha kanalimiz a'zosi bir savol jo'natgan ekan. Mana shu savolning yechimini keling birga ko'rib chiqamiz. Demak, mana savolni ko'rib turibsiz. Kasrlar yig'indisini topishimiz kerak. Demak, birinchi kasrimiz 100 taqsim 99, ikkinchi kasrimiz 100 ko'paytirilgan 98 taqsim 99 ko'paytirilgan 97 va hokazo. Shu tarzda demak suratda 100 dan kichik bo'lgan juft sonlarni ko'paytmasi birinma ketin davom etgan. Mahrajda esa 99 dan boshlab o'zidan keyingi toq sonlarni ko'paytmasi mana shu tarzda davom etgan. Xo'p, buni demak keling qanday ishlaymiz? Demak, ko'rib turibmiz. Bu yerda 50 ta kasrimiz bor, to'g'rimi? 50 ta kasr. Chunki 1 dan boshlab 100 gacha o'zi 100 ta son bo'ladigan bo'lsa, yarimi toq sonlar, yarimi juft sonlar. Demak, mana shu tarzda boradigan bo'lsak, mana 100, undan keyin 98, ikkinchi kasrda oxiri, uchinchi kasrda oxiri 96 va hokazo 2 degan juft songacha bor. Demak, 50 ta kasr bor va har bir kasrimizda 100 taqsim 99 umumiy ko'paytuvchi bor. Demak, hammasidan 100 taqsim 99 ni qavsdan tashqariga chiqarib olaman. Shunda nima qoladi? 1 plus 98 taqsim 97 va hokazo undan keyin ikkitalik kasrlar qoldi. Va shu yerda keyingi qolgan 1 plusdan keyingi turadigan barcha kasrlarda 98 taqsim 97 ko'paytuvchi bor. Demak, 98 taqsim 97 qavsida yana 1 plus undan keyingi barcha kasrlarda esa 96 taqsim 95 ko'paytirilgan 1 plus va hokazo. Mana shu tartibda demak biz davom etib ketyapmiz. Xo'sh, demak plus keling oxirigidan bitta oldingi hadni yozadigan bo'lsak, bizda nima qoladi? 6 taqsim 5 qavsdan tashqariga chiqaramiz. Ikkita bu yerda kasr qolgan bo'ladi. 6 taqsim 5 ni chiqaradigan bo'lsak 1 plus 4 taqsim 3 ham chiqaradigan bo'lsak 1 plus 2 taqsim 1. Mana shu tarzda yozib oldik. Ana endi bu yog'iga ozgina fikrlaydigan bo'lsak, juda ham oddiy holatga kelib qoldi. Oxirgi qavsimiz nechi? 3. Mana 3 ga teng. 4 taqsim 3 ni 3 ga ko'paytiradigan bo'lsak nechi bo'lar ekan? 4 ni o'zi qoladi, 3 lar qisqarib ketadi. 4 ga 1 ni qo'shadigan bo'lsak, demak, undan keyingi mana qavsimiz qiymati 5 ga teng bo'lar ekan. Biz 5 ni 6 taqsim 5 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 5 lar yana qisqarib ketadi, 6. Undan keyingi qavsimiz 7, yana qisqarar ekan, undan keyingi 8 va hokazo. Tushunarliki 100 taqsim 99 ko'paytirilgan bir marta yozib qo'yaylik, 1 plus 98 taqsim 97 ko'paytirilgan 97 holatga keldi. Yoki bu ham 100 taqsim 99 ko'paytirilgan, demak, bular qisqarib ketadi, 99 barobar 100. Demak, bu misolimizning qiymati 100 ga teng. Agar sizga ham xuddi mana shunga o'xshaydigan misollar qiziq bo'lsa, bizga obuna bo'ling, bizning Telegram kanalimizga ulanib oling. O'zingizga qiziqtirgan savollarni bemalol bizga yo'llashingiz mumkin bo'ladi.